Assalomu alaykum barcha ko'kalarimizga. Rossiyaga o'z kurozlar qattiq red kitobdi. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Birinchi ochrar, ikkinchi ochrar bedokument ko'kalar. 1-2 hafta granisa bormaydi. Hozir yo'lga granisa bor ekanlar, bedokumentlarni gaylar ushlab, tekshirib, dokumenti yo'q bo'lsa olib qoladi. Shuning uchun o'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu tag'in ko'p kishilar aytadiki, Tojikiston numeriga kelsanglar 1 yil yurish mumkin yo u bu deyishadi. Hamma gap yolg'on. Qozog'istondan to'lka 1 yillik voz beradi. Rossiyadan bermaydi. Rossiyaga xohlaganingizcha yuraysizlar, strafoy polis qilasizlar, tamom. Shuning uchun bu videoni akukalarimizga tashlaylar. Mana bu bedokument yurgan akukalar shor bo'linglar. Hozir qattiq red kitobda ish joylarini qonna bosyapti. Istalovoylarga bedokument akukalar vobshi bormaylar. Istalovoyda ham bosyapti, hamma joyda bosyapti. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Bu videoni bedokument akukalarimizga podelitsa like bilan jo'natinglar. Mana men Tojikiston nomeri bilan kelgan. Tojikistonning nomeri. Biron problema yo'q Rossiyaga. Gaylar ham garant qilmaydi, hech nima qilgan yo'q. Mana kelib turing Tojikiston nomeri bilan Rossiyaga yuribman. Hammasi yaxshi. Videoni tarqataman.